Aziz kuzatuvchilar, mana biz operatsiyalarimizni, lazer operatsiyalarimizni davom ettirmoqdamiz. Bugungi patsientkamiz 1950-yil tug'ilgan ayol kishi. Bu kishi Termiz tumanidan. Bu kishida eng asosiysi ichki gemoroylar qonayapti, qon ketyapti. Hamda analni treshina, ya'ni anal yoriq bezovta qilib kuchli og'riq beryapti. Biz hozir ham anal yoriqni, ham gemoroylarni lazer bilan to'liq bartaraf etmoqchimiz. Hozir bemorimiz tayyor. Og'riqsiz usulda, xudo xolasa yarim soatda lazer bilan bartaraf qilamiz. Momo, qandaysiz? Yaxshimi? Yaxshi. Azizlar, mana biz operatsiyamizni, lazer operatsiyamizni yo'q, hech narsa emas. Lazer operatsiyamizni tugatdik. Mana xolamiz, momamiz bizda juda yaxshi kayfiyatda. Yaxshimisiz? Og'rimadimi? To'g'risini ayting. Og'rigani yo'q-a? Mana ko'rdingizmi? Yarim soatda operatsiyangiz tugadi. Qo'rqgan edingiz-a ertalab? Hozir yaxshimi kayfiyatingiz? Azizlar, mana lazer operatsiyamizni tugatdik. Operatsiyamiz juda yaxshi, samarali tugadi. Hozir xolamizni biz operatsiyadan palataga o'tkazamiz. Palatada 1 soat dam olgandan keyin bemalol turib yuradilar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga lazer operatsiyalarimizning natijasini ko'rsatib boramiz.